hali ham turmadimi bu? Keling! Voy, uzr oyijon. Ha, o'lib qoldingizmi? Soat necha bo'ldi? Ha, oyi, nima qilib to'xlasa soat endi 11 bo'ldi-yu. Nima? Ha, uydagi ishlarni o'zingiz yugurib tursangiz ham bo'ladi. Chaqirib qolganingiz yo'q. Qanday qon yurishadi-da? Voy, tush ko'rmayapmanmi? Ha, unaqa qaryapsiz. Sezmaganimni qarang. Ko'ylagingiz eskirib qopti-yu. Sirroshni yangisini olib beraman. Voy, shart emas, adasi hali yangi-yu. Topganim sizniki onajonisi. Aytgancha, telefonim bir maza qilib tutasizmi? 0404. O'rtoq bo'la qol, ketdik choyxonaga. Nima? Choyxona? Hech qayerga bormayman. Xotinim bilan uyda o'tiraman. Supuravering. Bunaqada kurukdan ajrab qolasan. Menga o'rtoqlaring ham, kuruging ham bir tin. Hammang kopeykasanlar. Va shu meni qaytib chaqirmalaring. Pashol. Yuring. Onajonisi bo'la qoling. Tinchlikmi, adasi qaytga? Ha, oyizni. Yo'q-e. Oyijonimizni ko'rib kelamiz. Voy, kecha borib keldim-ku. Yana boramiz. Har kuni boramiz. Yaxshi uyga olib kelaylik, biz bilan yashaydilar. Bolachi. Bolalardan umuman xavotir olmang. Ularni Dream School maktabiga beramiz. Dream School? Ha, zo'r maktab. Hozir birinchi rus va o'zbek sinflariga qabul boshlangan. Yangi o'quv yilidan 5-6-7 sinflar uchun ham rus sinflari ochiladi. Eng zo'r tomoni ot choptirish va kamondan o'q otish bo'yicha ham darslar davom etyapti. Ingliz tilidan sertifikatga tayyorlab, xorijga o'qishga ham yuborishadi. Adasi, rostdan haydoringmi? Haydagisi kelib turibdi-yu. Bitta bosing. Indamizku to'g'rimi? Endi cheres sur, lekin indamagan sari vash o'zingdan ketding, boshga chiqib qolding. Stop! Bo'ldi. Prankida. Ishondingiz-a? Bu temir topiladi-yu. Ketdik. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada vadang ham bor, olib kelsa aksiya qilaman. Chaqirasiz, mana chisnoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador. Bechara issiqda qiynalib ishlayapti. Bu nima qilganinglar? Ha, ishlaydi-da, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semishka zo'rda. Tami ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonaga tug'ib qo'ymanglar yana. Endi chumchuqni bering. Dada, keliniz g'alati taksi ko'z bo'pti. O'zing ayt. Dada, sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Bosh ko'zimga ko'rinmang. Turyo qolmasa kelingni. Fatih yana Zuhra bilan bir xil kiyinib oldingmi? Nima qilay? Hamma kiyimlarimiz bir xil-da. Hech bo'lmasa prическаing boshqacha qilib olsang bo'lardi. Nima san ajratolmayman demoqchimisiz? Man qarani Zuhraga quloq solmasdan o'zing bilib tanlagin. U seningda deb degan narsa yo'q. Opam narigi do'kondalar qaynaka. Yo'q, boshlandi. Ko'rgan narsang yopishurmasdan mashg'ul yetkazgan, tushundingmi men o'sha? Akangiz pul berdilar, qo'yavering qaynajon. Adasi? Voy, bu vobshe bo'lmaydi, yig'ishtir, ketdik. Bu yoqdamini, men senga bu ko'ylak bo'lmaydi dedimmi? Ne yana kiyib olding? Yesh tez. Yo'q, buni. Aka, nimasi yo'qmi? O'zim tanlab berdim kelinizga. Adasi? Voy, Zuhra rosa yarashibdi. Bizaniki qancha bo'ldi? Общий 1,5 million. Aha, dadasi. Xos. Ma'mulani hisoblab berasizmi? Bo'ldi, nima oldinglar? Opa, soqoligini topdingizmi? O'zi mana shu ayollar bilan birga bozorga kelib bo'lmaydi. O'tlab ketadi, qidirib yurasan keyin. Aka, siz ham qiynalib ketdingizmi, shularni ajrata olmay? Sen shunaqa bo'lsang kerak, men bittada ajrataman. Ana keling. Ergash aka. Ehtiyot bo'l chiq. Uf, menga qarang, keyin sizni tug'ishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Voy, oyjon. Ketma-ket poqqalatib tug'ib tashurasiz. Bularni kim katta qiladi?
Oyi, Menga qara Sardor. Ovutbetga ketsang bo'lmaydimi komandirovkaga? Uyga o'tiravermasdan. Uf, menga qarang kelin. Yosh paytingiz tug'ib olmaysizmi? Keyinroq tug'arman. Ma'mingiz ham 10 ga kirdi. Mani bechora o'g'lim bitta bilan o'tib ketadimi? Figuram buziladi. Mani qaynonam 12 ta tuqqan. Mani o'zim 8 ta tuqqanman. O'lganimiz yo'q. Eringiz qayerda? Tez chaqiring uyga. Qaysi biring sindirdilaring? Kelin, mana ko'rdingizmi? Faqat o'g'il tug'urasiz, mana ahvol. Voy, uzr oyijon. Gala o'g'illaringizdan foyda yo'q. Ertaga katta bo'lib uylanib, xotinlarini pinjiga kirib ketadi. Undan ko'ra bitta qiz tug'ing, u mehribon bo'ladi. O'shandan foyda. Uf, bu kelinim ichi to'la qizmi deyman, hovlini polni qizga to'ldirib yubordi. Menga qarang kelin, umringiz polni zaxtda o'tib ketmaganmi? Mani o'g'lim ham o'g'il ko'rsin, sunnat to'ylar qilsin. Qiz bola bo'lmaydi, yirtiqqa yamoq bo'lmaydi. mana keldik bozorga, nima kerak ro'zg'orga? Bilasiz, odamlar repetib gaplashish kerak, jahllari yomon. Turmaylar o'xshab qo'yga, narsa tanlaylar to'yga. Kelin tomonga oldirgan erkak emas, qo'yavering, ishtima kerak emas. O'zing chaqimajinnos jon deb turibsan, iplos. Guruch o'xshaydi oqshoqqa, bo'lmasa keldingmi? Prosta takka, yuringlar. Kuyovi apti g'ijim, kiyib ko'ring, ko'ylak shim. Kiyimni men o'zim tikaman. Yaxshi chiqmasa, qara lekin. Kimdir chiqarib yubordi yel. Olaylik yaxshi mebel. Bo'ladimi men bu divan? Xohlasang yotib ko'r. Yoqadi menimcha. O'ylayapti yaxshi biznes. Divan вообще paxtalar ham yaxshi ekan. O'ylamasin bizni past, qo'sha olaylik bitta gaz. Bo'ldi gap yo'q, onasi nech pul ekan, donasi. Sho'rvaga kerak bo'lgan общий 20 million. Narxlari osmon falak, kuyov bola xiz. Nima? Xizmatimizni qilasiz-a? Ko'payib ketdi juda. Bo'ldi, yetadi quda. Olib beramiz beg'araz, biz emasmiz. Unaqa minnat qiladigan odam. Nech pul bo'pti bizni shot? Men bu ikkalasi Xudo tomon. Shuni yarmi ham yetardi. Xudolaring bizni ozgina qiynab qo'ydi-da. Atiringiz hidi har tomonga taraladi. Noz. Eng nozingga qo'ltig'im. Voy, o'li pap. Pap. Ayo bu bolani tanimayman. O, mushuk turishchasi. Nima qilib likkilab yuribsan? Daltonik o'xshab. O'tirishingda kelajakda kim bo'lasan? Да, vizajist bo'laman, конечно. Nimashist? Viza? Ha, ana viza beradigan odammi? Unda yaxshi. Нет, bo'yantiraman. Chip-chip xoreografiyaga ham qiziqaman. O'sha kuni uxlab yuborsam bo'lar ekan. Ama qara, seni bunda to'g'ri yo'lga boshlaydigan o'rtoq-o'rtoqlaring yo'qmi? Да, есть. O ilmiliq dadaga ham yes deydimi? Kim o'rtoqlaring? Azik, Mir, Jamik. Ha, o'g'il bolalardan yo'qmi? Qarani, chiroyli qizlar o'tyapti. Qiziqasani, to'g'rimi? Да, qoshini terishga, kiprik ekishga qiziqaman. Ha, plus depilyatsiya. Cho'tasan bola, meni qo'rqityapsan. Ish qilib joyidami? Nimani aytyapsiz? Kayfiyating joyidami? Uka, men o'g'limni ham mana o'zizga, shogirdlaringizga o'xshab mujik bunda derski bola tarbiyalab bering, xo'p? Sekinroq ishlalaring. Bo'ldi, gap yo'q. Ke ukam. Men qani uka, 1 yildan keyin kelaman, xo'p? Aytgancha, mana bu gazak semizkasi ham sizga katta ta'mi ham zo'r. Buning ichidan 5 dollardan pul ham chiqyapti. Bo'pti. Hay, bir pasda 1 yil ham o'tib ketibdi. O'g'lim haqiqiy jangari, borzi bola bo'lgan bo'lsa kerak. Trener qani? Labbe. Adajon, kim ekan? Ishxonadan boshlig'im. Men gaplashasanmi? So'rabam bo'lmaydimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Voy, telefonim qolib ketdi. Olib chiqib ber. Xo'p. Telegramga ham kirchi. Voy, hozir shoshmay turing. Voy. Mana adasi. Kimdan SMS keldi? Bu yoqqa kecha men joyimga turchi. Qalay, ko'rindimi? Yo'q. Men qayerdan bilaman kimdan kelganini? Ye? Muncha baqirasiz? Dilshoda. Hov, Ha, telefonimni zaryadga qo'yish kerak edi. bering. Sardor aka, mundomidi? Tushunmadim. Mundomidi? Bo'ldi, esimga tushdi. Rahmat. Mani ko'nglim sezgandi. Mana tegi ochildi. Mani yilim it. Kim u Guli? Ya nima deyapsan o'zingda o'zing? Mana telefonim. Guli dedingizmi kelin? Qanaqa guli?
Dada, oyim men Rossiyadan keldim. Voy o'g'lim. Yaxshi bo'pti-da. Endi, ha? Ha? Pulni ber. Dada nima qilyapsizlar? Ha? O't yilyapsiz, ko'rmayapsanmi? Dada, anaqa, Rossiyada jo'natgan pullarni yig'ib qo'ydinglarmi? Yo'q, yiqqanimiz yo'q. Eshak oldik. Nima qilaman uni? O'zing bilmaysanmi nima qilishni? Nimaga olamiz eshakni? Uyda ish ko'p, bilasan, o'shanga ol deydi. Ha, bugun havo yaxshi. Voh, rasi krossovka kiyadigan havo bo'lyapti. Bir yugurib ketsammi? Rahmat Nigor. Ha, tinchlikmi? Ha, qo'shnimiz Nigor qattiq olib kelibdi. Yomon oppoqqina shirinda. Ha? Ha, ichasizmi dada? Jo'ra, nimaga siqilyapsan? Qo'yur, o'zingning kayfiyating yo'q. Uydagilar tushunmayapti. Endi 25 ga kirdim desam ham uylantiramiz deb yotibdi. Jo'ra emas, uzun qo'lib ketib qol. Jo'ra. Oyi dada, tasavvur qilinglar, uyimizda yosh bolachalar o'ynashadi. Ha, mazza qilib o'ynataman. Men ham ko'taraman. Ha, mazza-ku, to'g'rimi dada? Ha, bo'lmasam-chi. Demak, qarshiliging yo'q, to'g'rimi? Yo'q, umuman qarshi emasman. Ha, bo'ldi. Demak, bemalol ukasiga harakat qilsak bo'ladi. Qayerga ketyapsan? Eshikni o'tlatib kelay. Bemor kaping listasining 2 soatdan beri qolib ketgan qaysi to'p o'yiladi buni? Adasi chaqirdingizmi? Tushunarli. Uydagi dazmoldan bo'pti-da. Choy ozgina achchiqroq damlabsan-da. Adasi, vaqtiga analiz qani? Adasi, menga uzik kerak. Uzik? Seryozni? O'zing bilasan, shunday chap qo'lga qayrilganda ikkinchi xonada. Yo'q, emas. Qo'lga taqadigan uzik. Qachon berasiz? Qachon? Mana, dorilar. Yo'lni to'g'risiga o'tasiz, o'tdagi katta apteka bor, o'sha tonasi hop, yana pastagini olib o'tirmang. Voy, uzoq-u. Ham dorilar rosa qimmat. Voy, dorilar yaxshi desang ham o'shanga qimmat. Yana xoling aptekasiga jo'natding-a? Pastda meni singlim bechara bekorga umid bilan dorixona ochib qo'yibdi. Uni ham yelkasiga shamol teksan, baribir kelinsanda. Qalgi o'zixona shumi? Xo'p. Wow, takoy narsa ekan. Nima? Ha, bizda o'zicha erkak kishi bo'laveradimi? Ha, nima qilibdi? Qaytanga yaxshi-ku. Nima? Ha, o'pdi bordi. Chiqib tursinlar, uyalama. Yo'q, xo'p. Siz qayoqqa? Bular. Nima? Sardonamoni videoda gaplashamiz. Dadasi men gapga ketdim, o'rtoqlarim kutib qoldi. Yo'q, darsingchi. Voy, bir marta padishka qilib turib, o'zingiz o'tib turing, tavba qilsa. Men matematika o'qituvchisiman-ku. Ustoz. Yo'q. Hech qanaqa savol mumkin emas, jim. Bugun takrorlash. Xo'p, ustoz, mo'g'ullarga keluvdik. Chingizxon bilan kim urushgandi? Ha, Chingiz bilan Nigin urushgan TikTokda yomon katta battle bo'lgan. M-I-R. Yes. Good afternoon, teacher. Good night. Very good. Senlar bu odamlarning qidirib yuribman. Dars paytida nima qilyapsizlar? Hamma yo'lni supurib. Ustoz, subotnik qilayotgandik. Nima? Subotnik qaysi tovuqni yeb, beparasa tupoy sanlarni subotnik olib chiqdi. Ko'rsatlaring menga. Supurish yo'li bilan qutulmoqchimisanlar? Devorni ham o'qilalaring. Boroqaq opchi. Dadasi abetga chiqasizmi? Ha? Ya, sizlar bemalolman, uyda olib kelganman. Ha. Sizga ovqat kim qilib berdi, men eshitdaman-ku. M-I-R. Ovqat qilaykan. Abdumanov, men tarix o'qituvchisi, sizga kim bo'ladi? Namchasiga yopishib olgan. Bu Bilaman, tanimaysiz. Yomon basharat sovuqda. O'zidan kimni yasab olgan? Tavba qildim. Nima demoqchi edingiz? xotinim demoqchi edim. Yur. Dadasi, payshanba kuni ochiq darsimiz bor. Esingizda, malakangizni oshirdingizmi? Ya, men payshanba kuni boshqa joyda ochiq darsim bor. Kim bilan? M-I-R.